Elmurod Urdushev kickbokschilarni markazga chaqiryapti va jang boshlandi. Qarang, uslub o'ziga hozir yaqin masofaga kirib boradi. Shu yerda ayniqsa chalish zarbasini yuqori darajada. Endi aytsam, darhol bajaryapti. Oyoq zarbalari, qo'l zarbalari chatishmasi yuqori darajada. Nosirovda masofani his qiladi, ajoyib tarzda raqib front kick zarbalari bilan o'zini uzoqlashtirishga harakat qilib ko'ryapti. Middle kick. Yana chuqur himoyada kirib bormoqda. Uslubi mana shunday, uslubi. Middle kick. Bir vaqtda har ikki zarba yo'lladi. Qorniga to'g'ri yo'llangan zarba jigariga. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. High kick, front kick. Middle kick. Middle bilan javob qaytaryapti. Kombinatsiya bilan hozir himoyasini yorib o'tishga harakat qilib ko'rdi. Mamasiddixov bo'lmayapti, juda mustahkam turibdi qo'llari. Middle kick. Wow, qo'l cross. Yetib bormadi hozir uppercut. o'n soniya vaqt qolyapti. Jang tugadi bo'ladi. Yo'q, bu 10 soniya qolganligini bildiradi. Ko'rsatmalar berilyapti do'stlar. Ko'rsatmalar berilyapti. Ikkinchi raund. 1-0, 3-0, 3-2. Mana shunday ko'rsatgan. Juda katta tafovut yo'q. Yaqin ketishyapti. Mamasiddixovning ko'p zarbalari himoyaga tegyapti. Nosirovning o'zi esa faqatgina raqib ochilgan paytda zarba yo'llayapti. Ya'ni ko'p emas. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Middle kick. O'ng qo'l cross. Chiqish jarayonida yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Ikkilik zarbasi. Middle kick. Kirishdan chiqishda ham yaxshi harakat qilishga urinib ko'rdi. High kick. Qoringa zarba to'g'ridan yo'llangan. Middle kick ortidan. O'ng qo'l cross. Middle kick. O'ng qo'l cross yana bitta yo'llashga erishmoqda. Uppercut zarbasi. Front kick.
ikkita zarba oyoqda yo'llashgan faol bo'ldi va qo'llar ustidan qanday? Nosirov. Yana boshga, qoringa, yana boshga kombinatsiya. Bir zum to'xtagan holda. Va ikkinchi raund yakuniga yetmoqda. Xotirjam, ohista, o'zini uslubida. To'rt bir 6-2, 6-3. Uchinchi raundni ham menimcha mana shu alfozda o'tkazadi. Kezi kelganda zarbalar yo'llaydi, bo'lmasa oldinga ortiqcha oshiqmaydi. Uchinchi raund. Uslub o'sha. Front kick. Jab qoringa. Yana bir zarba chap qo'l to'g'ridan yo'llangan. Front kick. ...75 kilogram vazn toifasida ko'proq jang qilardi. Hozir ancha vazn og'irlashgan Nosirovda. Yaxshi kombinatsiya Mamasiddixov ijrosida. Ammo yetib olyapti Nosirov. Og'ayotgan vaziyatda zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Round kick. O'ng qo'l, qo'llar ustidan zarba. Yana bir zarba. Asta-sekin ustunlikni o'z qo'liga olayapti. Uppercut zarbasi. 13 soniya vaqt qolyapti. Hech kim hech qayerga shoshmayapti. Middle kick. Yaxshi kombinatsiya Mamasiddixovda. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Xotirjam aytib o'tdim-ku, bu jangchi hali ham faollikni oshirmadi. Har qanday vaziyatlarga doim tayyor bo'ladigan sportchi. Kickbokschi. Bahodir Nurulloyev. Navoiy viloyati kickboks assotsiatsiyasi rahbari. Yaxshi kayfiyatda kechyapti sportchilar. Yaxshi kayfiyatda.